Kecha 53 gradus issiq ko'rsatildi. Rostmi, yolg'onmi bilmayman, lekin havo juda ham issiq do'stlar. Yoz boshlandi degani bu ref mashinani sezoni boshlandi degani. Ha, ref mashinani sezoni boshlanganiga do'stlar 1 oycha bo'lib qoldi. Bugun siz bilan Andijonda ishlab chiqarilayotgan FAV Tiger V modelini -20 gradusgacha muzlatadigan refrigerator furgon to'g'risida gaplashamiz do'stlar. Orqa kuzov to'g'risida gaplashsak, kuzov uzunligi 480, ichidan o'lchanganda eniga 210, taxminan 21 kubani tashkil etadi. Sons brendi Xitoy o'zini brendi hisoblanadi. Agregat sistemasi -20 gradusgacha mana shu kuzov ichini muzlatib bera oladi. Xo'p, kuzov to'g'risida gaplashsak, sendviç paneldan qilingan, yon qismi 8 sm, pol qismi 15 sm ni tashkil etadi do'stlar. Furnituralari ham juda ham ajoyib, sifatli materialdan ishlangan. Xudo xolasa, agar shunaqa texnikaga ehtiyojingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Hozirda sotuvda mavjud, ikki xil sotuvda mavjud. Refi -20si bor, -5i bor. -20 567 million 840 ming so'm. Xo'p, -5i 544 million 800 ming so'm hisoblanadi do'stlar. Xo'p, endi shu ref to'g'risida sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yo bo'lmasam, qaysi ma'lumot, qaysi chassis sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, обязательно kommentariyada savol bersangiz bo'ladi. Например, nima to'g'risida aytayapman sizga hozir? Mana shu agregatni qo'shgandan keyin kuzov ichi necha soatda -20 ga tushadi, ichida yuk bilan birga. O'sha agar ma'lumot kerak bo'lsa, men u ma'lumotni ham alohida video qilib sizlarga taqdim etaman. Xudo xolasa buni albatta fakt bilan keltiramiz, ya'ni texnikani ishlatib qo'yib, ichida gradusnik bilan o'lchaymiz va motorni atsekda qanaqadir muammo bo'lib, mashina o'chib qolganidan keyin temperaturani kuzovimiz necha soat ushlab tura oladi. O'sha to'g'risida ham men sizga batafsil ma'lumot taqdim eta olaman do'stlar. Xudo xolasa, agar sizlarga qiziq bo'lsa, faqat buni sizga qiziqmi yoki qiziq emasmi, men uni bilishim uchun kommentariyada belgi qoldirishlaringiz kerak bo'ladi.